burchali ish qildirsam qanday bo'ladi deb yurgan, bosh qatib yurgan obunachilarimga burchali ishimizni tayyorlab, uje o'rnatib bo'ldik. Sizlarga obzorini qilib berishni boshladik do'stlar. Xo'p, do'stlar, bu ishlarni razmeriga kelsak, bunaqasiga 280, bu burchadan bu chekkaga esa 260 sm da, yerdan balandligi esa 240 sm bo'lgan akril materialda rossiyskiy stalishnica bo'lgan do'stlar. Bularga nima-nimalar joylashganligini ko'rsatib o'tsak, bu yerga esa moyka, tepasiga esa shoshilka, undan tashqari esa bu yerga qoshiq podдон aytib o'tganlar hammasi bonusiga obunachilarimizga bo'ladi. Orqasiga kafeli, tagidagi svetini ham qo'yib beramiz, obuna bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi do'stlar. Undan tashqari esa davodchilari vakuum, bu yoniga esa gazi, vitichkalarini qo'yib berganmiz. Bularni esa o'zingiz olib berasiz yoki pulini bersangiz o'zimiz olib borib ham bera olamiz do'stlar. Svetlar esa 3 xil yonadi. Burchaklarini aytmaysim do'stlar, keyingina foydalanadigan qilib akril materialdan qilib qo'yganmiz. Bunimiz esa 1 pagonometrini 2 500 ming so'mdan joyizga o'lchab qanaqa razmeri bo'lishidan raddiy nazar yasab bera olamiz. Undan tashqari bo'yini baland pastligiga qarab summasi o'zgara oladi. 2 milliondan 5 milliongacha ishimiz metri bor. Bu ishimiz 2,5 milliondan tayyor bo'lgan 1 metri do'stlar. To'liqroq videomiz YouTube'dagi Bozor Obzor kanalida bo'ladi. Like bosib, obuna bo'lishni unutmaysizlar do'stlar. Andijon 1-qo'l mebel ustani o'zidan bo'lyapti do'stlar.